har bitta hayotingizdagi siz unutolmayotgan, sizga og'riq berayotgan, qalbingizdan uzolmayotgan turmush o'rtog'ini yomon ko'rishga, ya'ni sobiq turmush o'rtog'ini yomon ko'rishga ishlatayotganligi sabab hayotida qiyinchilik, qashshoqlik, nochorlik, hattoki nonga puli bo'lmaydigan darajaga tushayotgan edi. Bu juda kuchli ta'sirini o'tkazdiradigan va har bir narsangizga yechim bera oladigan texnika hisoblanadi. Bugun siz bilan judayam kuchli, samarali texnika ustida ishlaymiz. Har bitta hayotingizdagi siz unutolmayotgan, sizga og'riq berayotgan, qalbingizdan uzolmayotgan jarayoningiz, vaziyatlaringizga qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Siz kechira olmaydigan, siz unutolmaydigan vaziyatlar, hatto negativ, ba'zan u pozitiv bo'lsa ham, yoki bir insonni esdan chiqara olmaydigan, unuta olmaydigan pozitsiyada ishlatsangiz bo'ladi. Texnika shunchalik oddiy, uni nomi krutilka texnikasi. Krutilkani nomi shunchaki oddiy bo'lgani bilan bu juda kuchli ta'sirini o'tkazdiradigan va har bir narsangizga yechim bera oladigan texnika hisoblanadi. Bu texnika shunchaki barcha o'tmishdagi sizga og'riq beradigan vaziyatingizni tozalab beradi. Sababi uni sizni ongingiz bilan qandaydir bog'liqlik tarafi bo'lganligi sabab sizni har doim o'z kuchingiz, o'z energiyangizdan u vaziyatni zaryadlantirib turasiz. Sizni quvvatingizni, sizni kuchingizni, sizni energiyangizni u vaziyat ushlab turadi. Sizni energiyangizni esa o'zingizga qaytaramiz. Siz vaziyatni zaryadlantirib turgan zaryadkani uzamiz. Bitta cheklovchi qarashingiz, eng og'riqli cheklovchi qarashingizni o'ylang. Bu hozirgi kunda sizni judayam katta energiyangizni ushlab turgan vaziyat. Krutilkada nimani anglashingiz, nima uchun u shunchalar kuchli ishlashligini tez orada bilib olasiz. Krutilka texnikasini bajarish judayam katta hayotingizdagi o'zgarishlarni olib keladi. Bu botiniy ongingizdagi o'tmish bilan bog'liq bo'lgan energetik zaryad bor. Uni doim zaryadlantirib turganligingiz va o'tmishdagi miyangizda turgan, o'zingiz sezmagan hayotingizni tartibdan chiqarayotgan vaziyat. Har bir tartibsiz voqea hodisani hayotingizda o'z ta'sir kuchini ko'rsatadi. Shu sababi u botiniy ongingizda qandaydir zaryadkadan iborat. Tartibga solinmagan o'tmishingiz sizni emotsiyalaringizga, hislaringizga judayam katta ta'sir ko'rsatadi. Bu holat
ba'zan og'riqli, o'lim holati bo'lishi mumkin. Apatiya, qayg'u, qo'rquv. Bularga sizni hissiyotingizni neytrallashtiramiz. O'tmishingizni, ya'ni sizning o'zingizga bo'lgan bahoyingizni, ahamiyatini, ya'ni ichki bahoyingizga juda kuchli ta'sir ko'rsatayotgan, og'riq berayotgan vaziyatingizni bugun ongingizdan o'chiramiz. Chunki bu og'riqli vaziyat sizni o'tmishingiz hayotingizga juda katta ta'sir kuchini ko'rsatayotganligini sezmassiz. Lekin u sizni juda ham katta diqqatli kuchingizni, quvvatingizni, o'zingizga bo'lgan bahoyingizni, hatto eng kuchli sizga kerak bo'lgan loyiqligingizni ham yopadi. Yana bir haqiqat borki, bular bari sizni odamning o'tmishi, ya'ni sizning o'tmishingiz zaryadli, uni kun sayin sezilarli darajada cheklovlaringizni ko'paytirib boraveradi. Sizni hayotingizga judayam katta ta'sir kuchini ko'rsatadi. Balki buni siz tushunmassiz. Balki siz buni nima bo'layotganligini anglamassiz. Bir so'z bilan aytganda, krutilka aylanmasi bu usul nafaqat o'tmishingizni yo o'tmishning o'lim, zo'rlash, katastrofa bilan bog'liq jarohatlaringizni, hattoki dahshatli epizodlari bo'lsa ham, barchasini bitta epizodni olib ishlasangiz judayam kuchli hayotingizga zaryadkani qaytarasiz. Ya'ni o'tmishning og'ir holatidagi zaryadkani olib tashlab, barcha kuch sizga qaytishni boshlaydi. Bilasizmi? Bir amaliyotchi trener hayotidan mamnun misol keltiradi. Bir yigit o'z sevgani bilan juda qattiq urushib qoladi, judayam qattiq janjalli, ajrimli holatga tushadi va buni gapirib beradi. Bu judayam yigitga og'riq berayotganligini, qalbida unga nisbatan judayam katta nafrat borligini tushuntiradi. Va bu vaqtda janjallashgan vaqtini, epizodingni esla deydi. Sizga hozir shu yerda krutilka texnikasini qanday ishlatish kerakligini ham bu vaziyat orqali tushuntirib bermoqchiman. U yigitcha judayam nafratlangan holatda tushuntiradi bu vaziyatni va janjal vaqtini eng kuchli, og'riqli epizodini esla. Sen u yerda nimani his qilyapsan? U yigit, men dahshatli nafratni his qilyapman. Iltimos, bu nafratni necha ball qo'yasan? 10 ballik shkala bo'yicha baholayman. Yigitcha krutilka usulini bajarishdan so'ng 1,5 daqiqa o'tib, trenerga uni epizodida hech qanaqa nafrat qilmaganligini va ball qo'y, bahola deganda hattoki 1 ball ham chiqmaganligini va u yigit bu krutilkadan juda kuchli hayratda qolganligini aytadi. Men
6 yillik o'zimni hayotimdagi unutolmagan, eng kuchli og'riq bergan, eng kuchli qalbimni jarohatlagan epizodimga qo'yib ishladim. Bilasizmi, judayam katta narsani angladim. Ongimdagi eng kuchli epizodni yechganimda uning o'rniga yangi xursandchilik bilan bog'liq bir vaziyatni joyladim. Va judayam vibratsiyam ko'tarilib, o'ta xursand bo'ldim. Va xursand bo'lganimda kichkinagina bir vaziyat shuni anglatdiki, ya'ni ongimdagi juda kuchli cheklovimni ishladim. Va menga xursand bo'lish mumkin emas cheklovini yaqqol qachon, qayerda, qanday paytida qo'yganligimni ham angladim. Rutilka amaliyotini bajarib, o'tmishimning salbiy hodisasini, o'tmishimning eng kuchli negativ hodisasini neytrallashtirdim. Rutilka usuli judayam kuchli yordam berdi. Menda ham juda kuchli o'lim hodisalari, keraksizlik hodisalari bilan ishlagandim. Rutilka nafaqat salbiy hodisani, ijobiy hodisani ham ishlasangiz bo'ladi. Bir inson ijobiy hodisani ongidan chiqara olmayotganligi sabab juda kuchli qimor, juda kuchli igromaniya, ya'ni o'yin holatiga, ya'ni o'yinlar o'ynaladi telefonda mukkasidan ketganligi va bu igromaniyaga kirib ketganligini va bundan chiqa olmayotganligini. Buning uchun u judayam ko'p uyini, mashinalarini, pullarini, juda ko'p narsasini yutqizib yo'qotganligini aytadi. Va buni ishlaganda qanday ishlaniladi? Rutilka vaziyati eng pik, eng shu o'ynagandagi holatiga olib kiriladi va olib kirilganda baholaydi. 10 ballik shkalasiga baho beradi. Ya'ni bu yigitcha o'ynaganda judayam katta pul yutib oladi. Va qayta 2-3 marta shunday katta pul ishlasa, xuddiki butun dunyo buni oyog'i tagiga keladigandek, butun dunyo boyliklari buni changalida deb his qiladi. Va shu holatda mana shu ongiga, botiniy ongiga joylashib qoladi. O'sha yutmagunga qadar hamma narsasini o'ynab yutqazadi. Baribir yutaman, baribir boraman, baribir shuni qo'lga kiritaman, o'zim xohlagan holatni qo'lga kiritaman degan vaziyatni ongiga joylaydi. Shu holat bilan bu igromaniyani judayam kuchli bog'liqlik, judayam kuchli bog'lanib qoladi. Bog'liqlikdan har birimiz uzilishimiz kerak, chunki bog'liqlik judayam katta kuchimizni, quvvatimizni, judayam katta energiyamizni yeb turadi. Har bir inson orzu, niyat, maqsad qiladi. Bu niyatiga, maqsadiga yarasha Alloh tomonidan kuchli energiya, quvvat beriladi. Lekin biz u quvvatimizni o'zimizning xohishlarimizga emas, balki bog'liqliklarimizga, energiyamizni yeyotgan nafratlarimizga,
ishlatamiz va energiyasiz xohishlarimizga, maqsadlarimizga yetishish uchun bizda kuch, quvvat bo'lmaydi. Xohishlarimiz esa, maqsadlarimiz esa yana hafsalamizni pir qilaveradi. Chunki ularga erishish uchun bizda no energiya, no quvvat, no xohish bor. Chunki o'tmishdagi og'riqli vaziyatlar, chunki o'tmishdagi bog'liqliklarimiz barcha zaryadimizni u yerda qoldirib va barcha zaryadimizni hali ham o'sha joyga oqizayotganligimizni anglamaymiz. Juda ko'pchilik mijozlarim meni yonimga kelganda, Jamila Tahirovna, nega unday? Nega adolatsiz dunyo? Turmush o'rtog'im qayta xiyonat qildilar. Oxiri chidolmasdan ajrashdim. Bu azoblarga qayta bardosh bera olmasdim. Lekin qani adolat? Ajrashdik. Men pulsiz, qiynalgan holatda bolalarimni ham yedirishga juda ham qiynalyapman. Hatto yeyish-ichishga ham yetkazib olmayapman. Juda ham ko'p bolalarim ham qiynalishyapti. Lekin turmush o'rtog'im juda ham o'sib, rivojlanib, pullari ko'payib, zo'r bo'lib ketyapti. Bizga yordam berish o'rniga shuncha qilgan menga xiyonatlari, shuncha qilgan. Hatto bolalarini bilsa bo'lardi-ku, farzandlariga ham yordam bermaydi. Nega bunday? Qani adolat? Qani bu yerda Allohning haqiqatlari yig'lagan mijozlarim bo'lgan. Bundaylarni men tushuntirdim. Botiniy ongingizda barcha, chunki barcha nafrati, barcha g'azabi, alami mana shularga kuch ketayotgan edi. Barcha zaryadi, barcha quvvati turmush o'rtog'ini yomon ko'rishga, ya'ni sobiq turmush o'rtog'ini yomon ko'rishga ishlatayotganligi sabab hayotida qiyinchilik, qashshoqlik, nochorlik, hattoki nonga puli bo'lmaydigan darajaga tushayotgan edi. Bu texnikani barcha sizda og'riq berayotgan yomon negativ o'y-hayollaringizni, to'siqlaringizni krutsilkaga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu texnikani tez ko'p vaziyatlaringizga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu amaliyot judayam kuchli va judayam ko'p insonga ongidagi qiynab kelayotgan barcha narsani o'zgartirishga yordam beradi. Igромaniyaga kirib qolganlar uchun ham juda kuchli yordam beradi. Bir mijoz bilan suhbatlashish davomida necha yillar oldin mijoz haqiqiy xursandchilik, ijobiy hodisa yuz bergan. Unga judayam katta pul yutug'i, hattoki bitta mashinaga yetadigan pul yutug'ini yutib oladi. Va men bir necha marta shunday yutuqqa erishsam, dunyo oyog'im ostida bo'ladi degan hisda juda kuchli bog'liqlik paydo bo'lib, barcha narsasini yo'qotguniga qadar bo'yindan ketmaydi. Aynan krutilka
uni mana shunday bog'liqlikdan chiqarishga sabab bo'ldi. Hattoki sevib, ayriliqdan keyin qiynalib yashayotganlar uchun ham krutsilka juda ham kuchli yordam beradi. Bajarish davomida sizda boshlanish qismida voqea hodisalar kelganda, aynan og'riqli voqealaringiz sizga salbiy emotsiyalarni olib kelganda, hayotingizni zaharlasa, krutsilka bajarganingizdan keyin umuman o'sha vaziyatni ahamiyati yo'qoladi. Eng og'riqli epizodlaringizni krutsilka orqali haqiqiy sevgiga, haqiqiy xursandchilikka, haqiqiy eng zo'r holatga aylantiramiz. Krutsilkani misli ko'rinmas taraflarini kashf qilamiz siz bilan. Krutsilkaga ko'p vaqt ketmaydi, lekin siz buni bajarishda diqqat bilan, ichingizdan, xohish bilan, istak bilan, chin dildan, ichingizdan bajaring. Barcha sizni qiynayotgan vaziyatlarni sizga o'zgartirishga yordam beradi.